Alo. Ha bolam? Alaykum assalom. Yaxshimisan? Kelinim yaxshimi? Nima? Ajrasham. Menga qara bolam. Meni yuragimni yomon qilmagin. Telefonchi ringlasa qo'rqib qoldim. Unaqa qilmagin, u ham birovni bolasi, arzimagan xatosi deb ajrashurmagin. Uyiga haydamagin bolam. Agar meni onam desang, onam rozi bo'lsin desang yaxshi gapir. Yaxshi gapir bolam. Kechqurun shokoladlar olib kelgin, mevalar olib kelib, bir chiroyli tortlar olib kelib, tortda shashlik ovogindek kelib xursand qilgin. Agar yana bir marta ajrashaman, ona desang meni ona demagin. Meni ko'rgani ham kelmagin bolam. O'zingni ham ikkita qizing bor, ertaga qaytishini o'ylagin bolam. O'zingga o'xshagan kuyov uchrasa nima qilasan? Xo'pmi bolam? Bo'ldi, u ham birovni bolasi. Qo'sha qariylar bolam. Xo'p. Qizlijonlar, kimni oilasida shunaqa muammo bor? O'g'linglar kelininglar bilan urushsa, doim o'g'linglarni urishinglar. Agar kelinni ham yomonlik ursanglar, o'g'linglar undan sovib qoladi. Shuning uchun maslahat beraman. Bolam o'zingda ayb deb bolanglarni doim urishib bersanglar, ikkalasi ajrashib ketmaydi. Qo'sha qarisin bolalarimiz.